Men jon holatda uning bilaklariga chang solib, kuch bilan polga bosdim. "Hali sen shunaqamisan?" deya qo'llarini qayira boshladim. "Meni o'ldirmoqchi bo'ldingmi?" Nafrat ustun kelib, ayolning tomog'iga chang soldim. Qancha vaqt shu taqlid turganimni bilmayman. Hushimni yig'ib qaraganimda Mariya polda jonsiz yotardi. Nima qilishimni bilmasdan jazavaga tushgancha nuqul xonani aylana boshladim. It ham g'inshib ketimdan qolmasdi. "Yo'q, ketishim kerak", dedim hiyla o'zimni bosib olgach, Mariyaning jasadiga ko'z tashlab qo'yarkanman. Ketmasam bo'lmaydi. Sezib qolishadi, tutib olishadi. Ketishga chog'lanarkanman, nimadir yodimga tushgandek cho'ntaklarimni paypasladim. Nima? Oltinlar qani? Oltin yo'q edi. Chopib borib bir chetda yotgan Mariyaning katmoniga yopishdim. Ha, oltinning bir qismi katmonda ekan. Bundan tashqari bir dasta pul ham chiqdi. Iflos! So'kindim murda tomon boqib. "Baribir g'alchaligingni qilibsan-da, isqirt qanjiq." Bu uyda ortiq turib qolish noo'rin ekanini bilardim. Pul va oltinlarni qo'ynimga berkitdim-da, itni ergashtirgancha o'rmon tomon chopa ketdim. Men Sharik bilan oldinma-ketin duch kelgan tomonga chopib boraverdim. Qorong'ulik o'zini ko'rsatib, chakalaklar hamma yog'imni timdalab tashladi. Badanimning ochiq qolgan joylari qonga bo'yaldi. Ammo to'xtamasdim. Xuddi birov orqamdan quvlab kelayotgan kabi faqat oldinga intilardim. Bir payt oyog'im loyga bota boshlagandek tuyulib, taqqa to'xtadim. Egilib qo'llarim bilan yerni paypaslab ko'rdim. Oyoqlarim ostida xashak, qurigan o't-o'lan bilan qoplangan botqoqlik zohir edi. Nima qilishni bilmay bir muddat qotib qoldim. Oyog'im esa tobora balchiqqa botib borardi. Yuragim besaramjomlanib, o'zimni ortga otdim. Xayriyat qirg'oqda ekanman. Bir amallab oyoqlarimni botqoqdan tortib oldim-da, yerga o'tirdim. Xo'sh, endi qayerga boraman? Nima qilaman? Yonimda na ovqat, na ichishga suv bor. Bo'shashgancha Sharikka qaradim. U mendan sal narida hech narsa bo'lmagandek jimgina yotar, lekin ikki ko'zi menda edi. "Yo'qol!" baqirdim beixtiyor. "Nega yastanib yotib olding? Yo'qol dedim. Endi menga keraging yo'q." It ketay demasdi. Paypaslana yerdan kichikroq xoda olib Sharikka qarata otdim. It shang'illagancha tura solib qochdi. "Ketimdan bora ko'rma." Sharikday vafodor hamrohdan ayrilish men uchun juda og'ir. Ammo ilojim qancha? Taqdirim qanday kechishi yolg'iz Xudoga ayon. It esa o'ziga boshqa xo'jayin topadi. Nima qilib o'tiribman? Dast o'rnimdan turib, qorong'ulik qa'rida atrofni kuzata boshladim. Yo'l bormikan? Yo hamma yoq botqoqlikdangina iboratmikan? Qanday qilib yo'l topaman? Ha, tong otishini kutmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi. Har qalay Mariyaning uyidan uzoqlashib ketganim aniq. Ancha yo'l yurib qo'ydim-ku. Shunda egnimdagi Mariya sovg'a qilgan yangi paltoga qo'lim tegib, seskanib ketdim. Jon holatda paltoni yechdim-u botqoqqa uloqtirdim. Alamdan o'pkam to'lib kelardi. O'zim bilmagan holda o'kirib yig'lay boshladim. Yig'lay so'zlanarkanman, o'tmish umrim ko'z oldimdan kino tasmasi kabi bir o'tardi. Ijarada yashagan kunlarim, qurilishdagi hayot, tanish-notanish ulfatlar bilan o'tkazgan onlarim va nihoyat turma. Ana, mayor qo'lidagi rezina tayoqni o'ynatib men tomon chopib kelyapti. Ortidan xom semiz nazoratchi ham ergashib olibdi. Nima, meni ko'rib qolishdimi? Qanday qilib? O'rmondaligimni kim aytdi ularga? Yelenami? Nahotki sotgan bo'lsa? Yo'q. Tuttirib qo'yadigan ahmoqlaring yo'q. Yetib bo'psanlar. Boyagini yig'lashdan o'zini tiya olmayotgan odam endi xandon otib kulgancha botqoqni aylanib chopa ketdim. Menga baribir edi.
Anavilar tutib olishmasa bas. Shularning taqibidan qocha olsam bo'ldi. Mayli, meni botqoqliklar qurshab olsin. Shu marazlarning qo'lida xor bo'lgandan botqoqning sovuq bag'rida g'arq bo'lishni afzal ko'rardim. Hammang itdan battarsanlar, baqirishda davom etdim. Hali shoshma, Xudo jazoingni berib qo'yadi. Qancha yugurganimni idrok eta olmasdim. Oyoqlarim ostida chakalaklar shox-shabba emas, quruq asfaltni his etib taqqa to'xtadim. Ha, men o'rmonning boshqa bir chetidagi katta asfalt yo'lda turardim. Shundagina hushim o'zimga kelib, o'rmondagi qichqirishlarim, behuda jazavaga tushishlarim alaqlashdan o'zga narsa emasligini payqadim. Xo'sh, endi nima qilaman? Qay tomonga yuray? Nahotki biror mashina uchramasa, bunchalar sokin va shubhali bo'lmasa bu yo'l. Mayli, piyoda bo'lsa ham ketaveraman. Ajab emaski shaharga yetib olsam. Men ketishga chog'landim va ehtiyot shart hozirgina o'zim chiqib kelgan o'rmon ichkarisiga o'girildim. Ne ko'z bilan ko'rayki, Sharik dumini likillatgancha men tomon qarab turardi. Chamasi u mening chaqirishimni kutardi. Yo'qol! Garchi yuragimdan uni yaxshi ko'rsam-da, mehrim tushib qolgan bu jonivordan ayrilishni istamasam-da, o'zimni majburlab baqirdim. Ket dedim. Biroq it o'rnidan jilay demasdi. Egilib, yerdan katta bir tosh topdim-u, Sharikka qarab irg'itdim. U xuddi ketadigandek o'zini 1-2 metr orqaga oldi. Namuncha qaysar bo'lmasang, deya qo'l siltagancha yo'lga tushdim. Qani ko'ramiz qayergacha borarkansan. Yo'l-yo'lakay so'zlana keta boshladim. It ham mendan 10-15 metr orqada ketib borardi. Taxminan 5 chaqirimcha yo'l yurgach, temir yo'lga duch keldim. Mendan 1 chaqirimcha narida kichik bir stansiya bor ekan. Xursand bo'lib ketdim. Qaniydi biror poyezd shu stansiyaga to'xtasa-yu chiqib olsam. O'ylardim stansiya tomon yurib borarkanman. Shu yo'l bilan tinchgina shaharga yetib olsam bo'ldi. It ham orqamdan ergashib yurmasdi. Men va orqamdan kelayotgan itni ko'rgan stansiya qorovuli hushyor tortib o'rnidan turdi va yaqinlashishimni kuta boshladi. Kimsan? To'xta! Chamasi 60 yoshlar atrofidagi uzun bo'yli qorovul yaqin borishimga 10 qadamcha qolganida qo'lidagi miltig'ini menga to'g'rilab baqirdi. To'xtadim. Kimsan? Takror so'radi u. Men adashib qoldim. 2 qo'limni ko'tarib javob qildim. Shaharga boradigan yo'lni topolmay qiynalyapman. O'chi? Itga ishora qildi qorovul. Mening ovchi itim. Shuncha haydasam ham qaysarlik qilib orqamdan ergashib kelyapti. Iltimos, meni shaharga ketadigan biror poyezdga o'tkazib yuborsangiz. Puling bormi o'zi? So'radi qorovul bosh va ko'rsatkich barmog'ini bir-biriga ishqalab. Bor. Men shosha-pisha qo'ynimga qo'l solib, 2 uchta 10 talikni unga uzatdim. Mana oling. Bu boshqa gap. Shundan keyingina qariya miltiqni tushirib menga yaqin keldi va pulni oldi. Sharik esa qorovul yomonlik qilmoqchi deb o'yladimi, unga qarab irillay boshladi. Hoy bola, etingni ol. Qaytadan miltig'ini qo'liga oldi qariya. Qara, menga tashlanmoqchi bo'lyapti. Otib tashlayman lekin. Bu it beozor. Uni tinchlantirdim va Sharikka yuzlanib, ko'rsatkich barmog'imni silkib do'qlagan bo'ldim. Sizni tanimagani uchun shunday qilyapti xolos. Qamalib chiqqanmisan? Kutilmagan savolni eshitib, bir muddat kalovlanib qoldim. Yo'q, deya oldim zo'rg'a. Yolg'on gapirma. Egnimdagi kiyimimga, yuz-ko'zlarimga nazar tashlab olgach, bosh chayqadi. Men yolg'on gapirganlarni yomon ko'raman. Ana turishing aytib turibdi-ku kimligingni. Ochig'i topdingiz. Sezdimki, bu qariyani chalg'itib bo'lmaydi. Juda sinchkov. Tabiiyki hayotda tajribasi ko'p. Yaqindagina qamoqdan chiqdim. Faqat boradigan joyimning tayini bo'lmagani uchun
Tushundim, dedi qariya. Bu yog'ini aytmasang ham yaxshi bilaman. Xo'sh, poyezdga beradigan puling bormi o'zi? Bor, yetadi. Seni yo'lovchi poyezdiga o'tkazib yuboraman. Faqat bitta poyezd bizning stansiyada 1 daqiqa to'xtab o'tadi. Provodnik bilan gaplashib olsang, marra seniki. Rahmat, dedim bosh egib. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. To'xta. Xo'p, shaharga ham bording deylik. Hech kiming bo'lmasa qayerda yashaysan? Bilmadim. Xudo bir yo'l ko'rsatar. Balki menikida yashab turarsan. Men ham shaharda turaman. Bir o'zim yashayman. Yo'q amaki, qiladigan ishlarim bor. Poyezdga chiqarib yuborsangiz ham katta gap. O'zing bilasan. Aytdim qo'ydim-da. Amaki, dedim Sharikka ishora qilib. Shu itni olib qolsangiz. Ko'ramiz. Agar poyezdning ortidan quvlab ketmasa, sendan ajralishni xohlamayotgani sezilib turibdi. Indamadim. Bildimki, qariya itni poyezdga chiqishga qo'ymaydi. Demak, uni asrab olishi mumkin. Oradan yarim soatcha o'tib, u aytgan poyezd yetib keldi. To'xtagani hamono qorovul meni oldingi vagonlardan biri eshigiga olib bordi. Kuzatuvchisi tanish ekan. Hash-pash deguncha men vagon ichkarisidan joy oldim. Poyezd o'rnidan qo'zg'algach, xavotirim ortib, oynadan tashqariga boqdim. Kutilgandek, Sharik jon holatda poyezdni yollab chopar. Tez-tez men o'tirgan vagon tomon qarab qo'yardi. Uning intilishini ko'rib, ichimda nimadir uzilib ketgandek bo'ldi. Peshonamni sovuq ter bosdi. Xuddi eng yaqin kishisidan ayrilib, yolg'iz qolgan odam kabi ko'zlarimga yosh keldi. Qismatim qursin. Vujudim titrab so'zlardim men, ortimga qaytib o'rindiqqa o'tirarkanman. Shu itgina menga mehribon edi. Ochlikdan asrab qolgan ham shu bo'lgandi. Ne qilayki, undan ayro yashashga mahkumman. Ish qilib, yomonlar qo'liga tushib qolmasin. Shu orada yoshi 60larga borib qolgan, sochlari oppoq, soqol qo'yib olgan poyezd kuzatuvchisi yonimga kelib o'tirdi. Vagonda yo'lovchilar deyarli sanoqli edi. Zerikkanmi yo shunchaki qiziqibmi meni gapga tutdi. Xo'sh yigit, qayerlarga yo'l olding? Mening yo'lim olis, dedim og'ir xo'rsinish qilib. Mishaning tanishimisan? Avvaliga kimni nazarda tutayotganini anglay olmadim. Misha dedingizmi? So'radim ehtiyotkorlik bilan. Ha, qorovulni aytyapman. Qariyami? Yo'q, stansiyada tanishib oldik. Shunaqami? Yaxshi. Bilasanmi, o'tgan smenamda bir qallob yigit vagonga chiqib oldi. Turmadan qochganmish. Tavba. Turmalarda ham intizom susayib ketganmi deyman. Keyingi vaqtda juda ko'pchilik qochib ketayotganmish. Bilmadim. Yelka qistim kuzatuvchiga yer ostidan o'g'rincha boqib. Undaylar menga duch kelganicha yo'q. Duch kelmasin ham. Ishonasanmi? Manzilga yetgach, menga do'g'irib, yo'l haqini to'lamasdan tushib ketdi yaramas. Unaqalardan kutsa bo'ladi. Menga qara, qariya hamon suhbatni cho'zishga urinardi. Nega turmada o'tiribdi deyshadi? Nima uchun yotibdi deyishmaydi? Bilmadim. Sira qiziqib ko'rmagan ekanman. To'xtang. Nega menga turma haqida gapirib qoldingiz? Yo shubha qilyapsizmi? Yo'q, o'libmanmi shubha qilib. Shunchaki o'sha qallob esimga tushib ketdi. Xo'sh, bilmaysanmi sababini? Bosh silkib yo'q ishorasini qildim. Bilmasang bilib qo'y. Kerak bo'lib qolishi mumkin. Xullas, oq podsholardan biri dastlab turma tashkil qilganda kameralari bir kishi sig'adigan kattalikda bo'lgan ekan. U yerda faqat tik turish, cho'nqayib o'tirish mumkin bo'lgan. Shu sababli turmada o'tiribdi,
o'tirib chiqdi kabi iboralarni ishlatishgan. Hozirgi kameralar keyinchalik sovetlar davrida qurilgan. Shunaqa deng. O'zingiz ham o'tirib chiqqanmisiz deyman. Qariya uf tortib oldi-da, bosh irg'ab qo'ydi. Ha endi bo'lgan shunaqasi. Nima ish qilasan? Menmi? Qo'limdan hamma ish keladi. Ustamisan? Shunaqa desa ham bo'ladi. Nimanidir yashiryapsan sen bola, dedi qariya menga ma'noli boqib. O'tirib chiqqansan-ov. Bu nima deganingiz? Sal rangim oqarib, ko'zimni olib qochdim. Meni aldayman dema. Yerning tagida ilon qimirlasa bilaman. Indamadim. Xuddi qariyaning gapini eshitmagandek oynadan tashqarini tomosha qila boshladim. Xo'p, dedi nihoyat kuzatuvchi o'rnidan qo'zg'alib. Manzilinggacha hali ancha bor. Damingni ol. Faqat yo'l haqini berish esingdan chiqmasin. Qariya xonasiga ketgandan so'ng anchagacha mijja qoqmadim. Uning so'nggi shammasi yuragimda shubha uyg'otib, battar xavotirim oshib borardi.